Rahmat kattakon like'ingiz olganingiz uchun. Endi kibrni yoqib olib, like bosmasdan ko'raman, obuna bosmasdan ko'raman deyish bo'lmasin do'stlar. Shu uchun kibrni chetga suramiz, like bosamiz, obuna bo'lamiz. Mifik berdi bizga Joker pick. Do'stlar, omadli openkesmi? Da, omadli, juda ham omadli boshlanyapti. Tfu, ko'z tegmasin. Ey, давайте. Men kayfiyatim ming, kayfiyat juda ham yaxshi do'stlar. Va yana propustit bostiramiz. Qani. Yaxshi, shlem berdi. Hozircha juda ham zo'r ketyapti openkesimiz. Garant ham to'lib qopti o'sha. Давайте bizga shutni ham bersa juda ham zo'r bo'lardi, lekin bitta mifikni ham berdi va bu yerda qani propustit bilan bam. Zo'r do'stlar, grazani ham oldik. Bu ulchiniyali graza, zo'r, omadli boshlandi. Qani yana bitta propustit bilan bu mototsikl shutni ham oldik. Xo'sh, zakrit va yana 10 talik propustit bilan bam. Bo'ldi, короче, boshqa propustit qilmaymiz va kompyuterda omadli bo'lar ekan. Do'stlar, men kompyuterda hozir PUBG ga kirib openkes qilyapman. Ya'ni nima uchun? Chunki kompyuterda обновление kelgan, iPadda kelmagan hali. Bu DP'ni ham berdi, aksessuarni ham berdi. Ana, prosta zo'r. Kompyuterda обновление kelgan, shu uchun aynan obunachilarim maza qilib ko'rishligi uchun men kompyuterda обновление qilib openkes qilyapman do'stlar. Bu uchun albatta shu qilayotgan mehnatimizni qadrlagan holda like bosib qo'yamiz va obuna bosib qo'yamiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Yangi chiqqan M96 shut. Ana omadli. Gapirishga til ojiz. Prosta gap yo do'stlar. Biz necha yuz sarfladik bu shutni chiqarishimiz uchun? Atigi 7100 sarflabmiz. 7100 ga уже biz shut orujasini chiqarib qo'ydik. Esinglarda saqlaylar, obunachimiz akkauntida 7100 ga shut chiqardik. Qani o'zimiz akkauntimizda ham ko'ramiz do'stlar. Va sizga mana shunaqa omadli UC kerak bo'lsa, men o'zim UC magazinimni tavsiya qilaman. Kardinal chiziqcha UC Telegram kanali. Mana shu kanalimizning silkasini videoni ostida opsiyada UC uchun deb silka qoldirganman. Shunday silkani ustiga bossangiz, sizni mana shu UC kanalimizga o'tkazib yuboradi. Mana shu kanaldan siz arzon, ishonchli va omadli UC ni xarid qilib olasiz. Va bir iltimosim bor, Telegramni o'zidan qidirib o'tirmanglar, Kardinal UC nimadirlar deb soxta kanallarga aldanib qolasiz. Mana shu rasmiy kanalimizni, rasmiy magazinimizni silkasini videoni tagida qoldirganman UC uchun deb. Bosasiz, bemalol bizni UC magazinimizdan xarid qilib olasiz. Mana bu Taylor akamiz ham bizani UC servisimizdan UC sotib oldilar va ko'ryapsizlar, juda ham omadli bo'lyapti. Kardinal UC ham rasmiy tarzda UC sotadi va juda ham arzon va omadli UC. Ishonchli uchun kattakon rahmat do'stlar. O'zi UC servisimni ko'p reklama qilmayman, chunki sifatli narsa reklamaga muhtoj emas. Xudoga shukr, Veys o'zbeklar va Veys dunyodan hamma UC ni bizdan xarid qilib oladi. Hali kimlar olmagan bo'lsa, hozirgacha olishingizni men maslahat beraman. Bitta sinab ko'ringlar bizning magazinimizda ham. Hammanikidan arzon va juda ham tezkor. Xo'sh, va bu yerda nimalar beryapti? Zo'r. Bu mifik, bu men bu mifikni yaxshi ko'raman. Bu yubileyskiy mifikni men bu juda ham yaxshi ko'raman. Mana shu mifik kiyimini. Bu yana bitta mifik oldik do'stlar. Yana bitta mifik oldik. Arujalardan bitta skaral qoldi xolos. Hammasini oldik mana. DP'ni oldik, Grazani oldik, Yumpi, Shoot hammasini oldik. Bitta skaralimiz qoldi. Skaralni ham olamiz. Olamiz do'stlar. Qani. Zo'r. Buni berdi, lekin berdi. Qani propustit bilan bitta bosib o'raylik qani. Propustit. Еще пропустит. Bosh kiyim yana bitta propustit qilaman, omadsiz bo'lyapti. Omadsiz bo'lyapti propustit bilan. Propustit yaxshi emas ekan. Bez propustit yaxshiroq beryapti. Shto openkes qilmoqchi bo'lganlar, mana propustit bilan ochdim, chota yaxshi narsa bermadi. Bez propustit yaxshi narsa beryapti. Давайте yana bitta normalniy buni berdi, lekin buni berdi. Ishontalik va yana propustitni bosamiz. Tak. Nima beradi? Hech nima bermadi. Ya'ni bitta ochamiz, keyin garantni ochamiz. Garant ham 5 ta garant to'libdi o'sha. Tak. Yo, endi hech nima bermayapti. Chunki do'stlar, men bu narsalarni ko'pini oldik-ku, ko'pini olganimiz uchun bizga chiqarib bergan narsani qaytib chiqarib bermaydi-da, bermagan narsasini beradi. Lekin agar hammasini olmasak, bizga chiqarib bermaydi. 10 ta kraska, rahmat. Qani? Yana 20 ta kraska. Qani? Davay, material. Bor omadimizni ishlatib qo'ydikmi deymanda, shu 316 shutni ochib, mifiklarni ochib, xayriyat, aqalli bitta material, aqalli. Nima desam ekan, biz hamma omadimizni ishlatib qo'ydik, menimcha shut ochdik, 3-4 ta mifiklar oldik, hammasini olganimiz uchun bizda garantda omadimiz yetishmadi. Okey, propustit, qani. Tak, priselni ham berdi. Ishontalik va bizda jami 9000 qoldi bu akkauntimizda. Xo'sh do'stlar, qani. Yes.
Yes do'stlar, boshini ham oldik va aytgancha kardinallar oilasidagi qizlar va ayollar, ertaga 8-mart. Men sizlarni tabriklayman qizlar, ayollar, ertaga sizlarning bayramingiz. Men hozir 7-mart bir kun oldin tabriklab qo'yapman albatta. Ertaga chunki video chiqadimi, chiqmaydimi buni hech kim bilmaydi. Men hamma ayollarimizni mana stream, mana shu videoni ko'rayotgan va meni obunachilarim, hamma ayollar va qizlarni 8-mart bayrami bilan tabriklayman. Har doim yuzingizdan kulgu arimasin va doimo chiroyli qiz va chiroyli ayollar bo'lib mazza qilib hayotdan kulib yashanglar. Xo'sh do'stlar, yana opengizni davom ettiramiz. Kichkina tanaffusdan bu berdi-ku, nimaga xursandman? Buni menga berdi-ku. Mayli. Boriga shukr qilamiz. Zato berdi-da, berdi ikkinchi marta bo'lsa ham omad-da, bu ham bir omad. Yes, Purcell openkis davomida bizga material chiqarib bermayapti. Material so'radim men, Pavok, material skоворodka emas, material. Qani bir material ber, chunki material 316 shutni ko'tarish uchun juda ham kerakli narsa. Va yana o'ntalik, kompyuter bilan openkis qilish mazza ekan, buni qaranglar, mishkani boshqarib turasiz, bosasiz, yana ochasiz, ana material berdi, ana so'radim, beradi. Chunki yaxshi insonman-da, chin yurakdan so'rayman, beradi o'sha narsani. Xo'sh, yana o'ntalik. Tak. Va aytgancha Kardian oilasi bugun PUBG Mobile обновление keladi, ya'ni iPadda, ya'ni iPhone'larda soat 3 da keladi, obedda. Men обновление qilib, bugun mana shu katta YouTube kanalimizda stream bo'ladi. Soat 7:30 da hammani streamda kutaman. Kiringlar do'stlar, hammani kutaman. O'zi 3 oyda, 2 oyda bir stream qilaman. Hammani streamda kutaman bugun. Zo'r. Просто like do'stlar, like. Bu mifkni ham oldik. Bugun hammani streamda kutaman, ish qilib soat 7:30 da kiringlar. Yana bitta. Mayli. Zato shutni maskasi da. Просто gap yo, men xursandman. Obunachimiz akkauntlarida juda ham openkis shiddatli va omadli bo'lyapti. Kimini ham berib yuborsa juda ham zo'r bo'lar edi. Qani kiyimini пропустить. Tak. Yo'q, mayli. Yana bitta ochoramiz. Уже garant to'l, ya'ni 2 marta ochamiz va shu bilan garant to'ladi va qani yana bitta. Oxirgisida bizda bitta mifik bor do'stlar. Oxirgisida bitta mifik zo'r, просто gap yo'q. Давайте do'stim, bam. Aytgancha do'stlar, bu Skarl bor ekan akkauntlarda. Aytaman nimaga Skarlni bermayapti desam, Skarl bor ekan. Bor narsani chiqarib bermaydi bu. Men shunaqa case qilib chiqarib qo'yganda hozircha material va kraska. Okey, omadlimisan, omadli openkis bo'ldi. Birinchi akkauntda mana olgan kiyimlarimiz va bu yerda olgan shut orujamiz do'stlar. Ana endi ikkinchi akkauntga o'tamiz. Keting. Xo'sh do'stlar, ikkinchi akkauntimizga ham kirib oldik va Botirbek akamizga kattakon rahmat profillarni openkisga berib turganlari uchun. Qani bu akkauntni ko'ramiz, omadli openkis bo'larmikin yoki qanaqa bo'lar ekan? Bu ikkinchi akkaunt va bundan keyin o'zim akkauntimda openkis qilib ko'raman. Shunda sinab ko'ramiz qani o'zim akkauntimda omadlimi yoki obunachilarimiznimi? Hozircha bu akkauntda oddiygina aksessuar. Mayli, пропустить. Tak. Qanaqa давайте o'rtoq sariq, давайте. Skоворodka. Zo'r do'stlar, gap yo'q, yumpini bu garant ekan bu. Men aytdim nimaga ikkinchi akkauntga ham yumpi berdi desam, bu do'stlar garant ekan bu da. Hozir o'zimning akkauntimda ham ko'ramiz. Menimcha 30 marta ochsa yumpi beradi. Yo'q, yumpi bermaydi menimcha. Какой-то legendarniy narsa beradi. Mana legendarniy narsa beradi. Xo'p, o'zim akkauntimda ham ko'ramiz. Agar o'zim akkauntimda ham yumpi beradigan bo'lsa, demak bu narsa shansini oshirib qo'ygan, что ko'p kishiga yumpi tushadi degani. Ko'ramiz. Qani bu akkauntda ham 3-chisida сразу yumpi berdi. Xo'sh, tak. Voy, hech nima bermayapti-ku bu akkauntga. Qani пропустить bilan omadimizni sinab ko'ramiz. Rukzak. Rahmat, shutni rukzakka deb o'ylabman. Lekin bu ham yaxshi. Qani? Yo'q, пропустить bilan hech nima bermayapti. Shut kerak bu akkauntda. Tak, men o'yladim M316 shut, lekin yo'q, mayli, o'ntalik yana пропустить. Tak, davay o'rtoq sariq bo'l. Yo'q, sariq bo'lmadim. Yana o'ntalik va yana пропустить. Bu akkaunt ozgina bir normalniy, yomon emas, prям yomon emas. Endi birinchi akkauntga qaraganda ozgina bir kuchsizroq bo'lyapti. Qani? Yo'q. Nimaga hech nima? Qani bam.
Vo, zo'r. O, 16 şut do'stlar. Ikkinchi akkauntga ham M16 şut tushira oldik. Kardinalning omadli openkisiga xush kelibsiz. Bu şut arujasi like bosganlar va obuna bo'lganlar uchun edi. Prosta gap yo'q. Ana omadi, mana omad. Voy do'stlar, ikkinchi akkauntga şut tushirganimiz va Mifический Mirado tushirganimiz uchun ham like bosing va kanalimizga hoziroq obuna bo'lib qo'ying. Inshaalloh biz yaqinda 1,5 million obunachi bo'lamiz. Rahmat kattakon like bosganingiz va obuna bo'lganingiz uchun. Qo'lingiz dard ko'rmasin do'stlar. Xursand bo'ldim. Hayrat, ana bo'larkan-ku, pabik bo'larkan-ku ana. Bu akkauntda propustit bilan zo'r beryapti. Propustit bilan. Qani yana bitta propustit ana. Mifik berdi yana. Vo, orqasidan mototsikl. Zo'r qani. Vuuu, Skarl 16 şut Skarl ham oldi. 16 şut Skarl. Uzr do'stlar, ozgina men gapirishga adashyapman chunki men uxlamaganman. Uxlamasdan mana shunaqa omadli openkes qilib beryapman sizlar uchun. Openkesimiz omadli bo'lyapti. Gapim ustiga yana bitta rukzak ham, material ham bitta berdi. Bu akamiz ham Cardinal UC servisidan bizdan UC sotib oldilar. Men sizlarga tavsiya qilaman, o'zimning UC magazinimmi? UC magazinim esa silkasi videoning tagida UC uchun deb silka qoldirganman. Bemalol kirib, bizdan UC magazinimizdan UC xarid qilib oling. Ana, UC magazinimni reklama qilayotgan paytim shut maskasini ham chiqarib berdi. Omadli UC servisida, endi omadli UC servisi bo'lmaganda mana shunaqa omadli narsalar berarmidi? Yo'q, bermasdi, lekin beryapti ana. Juda ham zo'r. Qani, yana propustit bilan. Propustit bilan zo'r ketyapti. Ana, propustit bilan zo'r ketyapti. Qani? Vo, qani? Stop. Anaqa. Rukzakni berib yubordi, lekin bu bizda bor edi. To'xtaylar, endi bez propustit ochib ko'ramiz. Maskasini berdi, rukzakini berdi, orujani berdi, material berdi, Skarl hammasini birdaniga berib yubordi-da. Ketma-ket berdi hammasini. Men shansini tushirib qo'ydikmi? Voy, bu kiyimni bilganlar biladi. Elf juda ham ko'p qizlar yaxshi ko'radi bu kiyimni. Qizlarning ashaddiy sevadigan kiyimi mana shu. Qizlar bilaman, qizlar yaxshi ko'rasizlar mana shu kiyimni. Nasib qilsa hammaga nasib qilsin shunaqa chiroyli openkeslar, shunaqa chiroyli shut arujasi va kiyimlar. Давайте. Okey. Juda ham omadli bo'lyapti. Tak, ishontalik. Menga kompyuterda openkes qilish yoqib qoldi. Avvallari kompyuterda openkes qilardim. Birinchi stream paytlari, ya'ni birinchi YouTube ga kirgan paytlarim kompyuterda PUBG o'ynardim va kompyuterda openkes qilardim va orada iPad ga o'tib qolgan edim va shu yana bitta bizga Mifik va juda ham zo'r bo'lyapti openkesimiz. Bu prosta menga yoqyapti va yana propustit. Bundan bu yog'iga nimada openkes qilay? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Kompyuterda openkes qilaymi yoki iPadda openkes qilaymi? iPad yoki kompyuter, sizlarga qaysi ko'proq yoqdi? Kачество tomonlama, omadli tomonlama? Kommentariyada fikringizni kutaman. Albatta sizning fikringiz menga juda ham muhim. Yana bitta bosib yorsak, yana bitta. Okey, yana bitta. O'zi voy, prosta gap yo'q. Assalomu alaykum, 16 şut ikkinchisi bu. Bu akkauntda ikkinchisi. Aytyapman-ku, bu akkauntda propustit bilan juda ham zo'r beryapti. Bo'ldi. Biz UC'miz qolmadi. 0 UC bo'ldi o'sha akkauntda va bu akkauntda juda ham omadli bo'ldi. Birinchi akkauntda ham juda ham omadli bo'ldi. Bunisi ham omadli bo'lyapti. Tak, 8 ta material bo'libdi o'sha. Bunda vashcha zo'r ketdi. 2 ta 16 berdi bunda. Yana открыть. Bunda ham faqat kraska beryapti. Buni qaranglar. Vo, xayriyat, material. Bunda ham faqat kraska beryapti. Vo, yana bitta material. Qani, bitta yana 3-chi 16 kutamiz hozir, qani. Yana 2 ta garantimiz qoldi. Yana bitta oxirgisi va bo'ldi do'stlar. Botir akamizga kattakon rahmat. 16 ni tushirdik va ana endi o'zimning akkauntimizga o'tamiz. Keting. Xo'sh, o'zimning akkauntimga ham kirib oldim. Qani o'zimning akkauntimga qanaqa tushar ekan? Endi obunachilarimiz akkauntlarda juda ham zo'r tushdi, lekin men o'ylamagandim bunaqa omadli bo'ladi deb. Men o'ylaganimdan ham juda ham zo'r omadli bo'ldi obunachilarimiz akkauntida va men akkauntimda birinchi o'ntalikda yo'q. DP, zo'r. Meni ham akkauntimda yaxshi tushyapti. Endi ko'ramiz hozir. Qani qanaqa bo'lar ekan mana akkauntimda? Vo, ishlayapti. Qani hozir ko'ramiz. Yumpini chiqarib beradimi, bermaydimi? Ko'ramiz hozir. Yumpini chiqarib bersa bu garant, chiqarib bermasa agar, shu bilinglar. Qani. Yo, bu Yumpi garant emas ekan do'stlar. Bu Yumpini prosta ozgina shansini ko'tarib qo'ygan. 30 ta ochganingizda Yumpini berishi ozgina shansi oshadi. Lekin ikkita akkauntga Yumpini chiqarib berdi, lekin menikiga garantda chiqarib bermadi. Mayli. Propustit
Tak. Mana akkauntimda hozircha jimjit. Mana akkauntimda hozircha hech nima bermayapti. Berdi. Boshida bitta material berdi. Hozircha. Tak. Qani. Vo, yana bitta material. Menga chunki faqat material beradi, do'stlar. Buni qaranglar. Men bu yerga kiradigan bo'lsak, menda hamma narsa bor mana. Men bu hamma narsa получение turibdi. Ya'ni bu degani hamma narsani olganman. Sizda bor narsani qaytib chiqarib bermaydi, yo'q narsani chiqarib beradi. Shuning uchun hozir bizda arujalardan ko'ra, ya'ni M316 shutdan ko'ra mifik chiqarib berishi oson desam, buni qaranglar. Skarl berib qo'yapti. Voy! Meni ham akkauntimda omadli bo'lyapti. Bugun mening kunim bugun kardinalning kuni. Hamma narsa omadli bo'lyapti. Meni ham akkauntimda juda ham zo'r ketyapti. Men ham albatta Kardinal UC magazindan olganman. Ссылка videoni tagida do'stlar. Пропустить. Tak. Qani. Vo, endi faqat kraska berdi. Meni o'zi akkauntimda hamma narsa bor. Ko'rganingizdek, shut deysizlarmi, shutni kiyimimi, hammasi menda full set. Faqatgina obunachilarim maza qilib ko'rishi uchun men open kes qilyapman do'stlar. Qadrlagan holda like bosib, obuna bosib qo'yinglar. Mana shu videorolikda ham 30 mingta like ko'rsanglar, juda ham xursand bo'lardim. Rahmat kattakon. Like, obuna bosganingiz uchun rahmat do'stlar. Sizni bosgan like'ingiz va obunangiz menga juda ham katta motivatsiya beradi. Mana ko'ryapsizlarmi, mana motivatsiya beradi dedim. O'sha menga shlem yubileyskini berdi. Menda buni yo'q, yo'q. Bu menda yo'q. Gap yo'q. Yana bitta mifik ber. Material ham 80 tadan ortiq materialim bor. Menga qani пропустить bilan o'zim akkauntimda sinab ko'ramiz. Bam. Еще bam. Yo'q, menga пропустить bilan hech nima bermadi. Men akkauntimda ishlaydimi, ishlamaydimi ko'ramiz. Tak. Yo'q, hech nima bermadi. Okey, qani nimalar berar ekan? Tak. Mifik kiyim ber, o'rtoq, iltimos. Qani. Yo'q, hech nima. Menimcha boshida Skarl berdi-ku, Skarl berdi, bitta mifik boshini berdi, shundan keyin buni berding-ku, o'zi bazo'r sariq bo'ladi, shunda ham legendarka beryapti. Qani? Do'stim, nima uchun? Yana 50 marta ochib ko'raman, mayli, maza qilib ko'rishimiz uchun. Maza openki zo'r bo'lyapti, juda ham zo'r bo'lyapti. 50 marta ochib ko'ramiz. Qani? Yo'q, hech nima bermadi. Meni akkauntimni donater akkaunt deb o'ylayapti, chunki meni akkauntimda ko'p narsa borligi uchun bermayaptimi yoki haqiqatdan ham obunachilarimiz akkaunti meni akkauntimdan omadli bo'ldi, da. Men bu narsani tan olaman. Obunachilarim akkaunti meni akkauntimdan ancha omadli va zo'rroq bo'ldi. Meni akkauntimni qaranglar, men oxirgisi mana o'sha hech nima bermadi, men bechoraga hech nima bermadi. Mana o'sha personajim ham xafa bo'lyapti va открыть. Men o'zim xafa emasman. Men boriga shukr qilaman, yog'iga sabr qilaman. Menda o'zi Xudoga shukr, hamma narsam bor, ana hamma arujalarim bor. Faqat mifik kiyimlarim yo'q edi, xolos. Tak, yana ochamiz. Material berdi va yana oxirgisi va menga yana bitta material. Qani 85 ta materialim bor ekan mana. Okey. Bu yerdan chiqamiz. Endi men sizlarga M316 shutni o'yinning ichida qanaqa effekt bo'lishini ko'rsataman. Ya'ni odamni o'ldirgan paytingiz qanaqa effektlar chiqishini ko'rsataman. Mana shut arujasi. Unda o'yin ichiga kiramiz. Ketik do'stlar. Xo'sh, qarang o'ylasa M316 shutimizni o'yin ichidagi ko'rinishi shunaqa ko'rinishda, persellari ham bor. Men persel olgan paytim ham bunaqa rangli bo'lib, chiroyli bo'lib ko'rinadi. Endi esa odamni o'ldirib effektini ko'ramiz. Qani otib ko'ramiz endi. Effektini qaranglar, juda ham chiroyli bo'lib ko'rinar ekan, do'stlar. Menga вообще yo'qdi effekti. Qani persel bilan otib ko'ramiz. Endi men kompyuterda ozgina qiynalyapman. Tak. Uzoqdan otishini qaranglar buni. Uzoqdan qanaqa zo'r ko'rinadi effekti, ko'ryapsizlarmi? Qani perselga olamiz va effektini qaranglar, menga juda ham yoqdi lekin. Sizlargacha qarang o'ylasa yoqdimi, effekti yoqmadimi? Kommentariyada o'zingizni fikringizni yozib qoldiring albatta. Avvallari Lednikda faqat shunaqa effekt yaxshi edi. Hozir shunda ham juda ham chiroyli qilib qo'yishibdi. Menga prosta yoqdi. Ko'rganingizdek qarang o'ylasa, mana shu M316 shutni open kes qilib, prosta zo'r open kes bo'ldi va mana shu effektlari qanaqa bo'ladi, yashiklari qanaqa bo'ladi, odam otgan payt nima bo'ladi, hammasini to'liq obzor qilib, zo'r qilib open kes qilib berdim. Shuncha qilgan mehnatimizga yarasha haligacha videomizga kimlar like bosmagan bo'lsa, hozirroq videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Shuncha qilgan mehnatimizni qadrlab qo'ysanglar, menga shu narsa juda ham katta motivatsiya bo'ladi. Mana shu videoda ham 30 mingta like bo'lsa, juda ham xursand bo'lardim. Obuna bosganingiz va like bosganingiz uchun kattakon rahmat do'stlar. Va yana bir muhim eslatma, men Telegramda 100 ta real pasli konkurs boshlaganman. Kirib qatnashib qo'yinglar. 1 minutdan vaqtlik ketmaydi. Mana shu videoni tagida konkurs uchun deb ссылка qoldirganman. Shu ссылкаni ustiga bosib, konkurs botimizga kirasiz. Start tugmasini bosasiz va bu yerda kelib chiqqan 7 ta kanallarimizga birin-ketin obuna bo'lib chiqasiz. Telegram kanaliga kirasiz, obuna
bo'lasiz va xuddi shunaqa hammasiga birin-ketin obuna bo'lib chiqasiz. Obuna bo'lganingizdan keyin esa barchasiga obuna bo'ldim tugmasini bosasiz va telefon raqamingizni yuborasiz. Bo'ldi, siz konkurs qatnashuvchilar ro'yxatidan joy oldingiz. Hammani o'ziga alohida ID raqam beradi bot. Kimning ID raqami 30-mart kuni streamda kelib chiqsa, o'sha obunachimiz eng kamida Real Pass yoki Lednik Full Account yoki 1000 yuz yutib oladi. Kirib qatnashib qo'yinglar, sovg'alar soni 100 tadan ortiq. Bu degan yutish imkoningiz juda ham yuqori do'stlar. Bu mendan Ramazon oyiga kichkina bir sovg'a konkursi. Kirib qatnashib qo'yinglar. Konkursga qatnashgan obunachilarimga omad tilagan holda, asosda omadli zo'r Openkes videomizni ham o'z nihoyasiga yetkazamiz. Openkes videomizga like bosganingiz uchun, kanalimizga obuna bo'lganingiz va kardinal bilan birga bo'lganingiz uchun kattakon